Yanga, jag'li qaymoqlar olib keldim. Kengizlar olsinlar. To'baram, qaymoq, etrafı canlı tegdi qo'y. Etli bez parmoq şeyligay. Ariyalar hozir qo'zidi beparasatlar. Ey, menga qarash. 5 barmoq, 6 barmoq, 7 barmoq va tuxumbaraklarning jonimga tegdi. Achchiqqa doppidagina qilib osh qilish. Ne dedi? Plovmi? Palov deyaptilar. Qadib men palov qilaveramanmi? Sizlar ham qingizlar. Men to'lqi bez parmoq pishirishni bilaman, всё. Nangiz faqat 5 barmoq jib tuqqanmi? Avasa men yumurta baragimni yeb o'tiraman. Mama. Oy, Jahvatır bor. jahvatır. Oshma bo'ldi. Qaynana, oshni damini qo'ydi. Hozir pishadi. Qisilmayin o'tiring. Menga g'uncha qilib o'tiring deyapsanlarmi? Qornim ochqadi deyapsizlarga. Ina, qorningiz ochgan bo'lsa, mono qo'ymoqdan jalab, ko'ring jalab. Qo'y. Oshqarib ketdimmi? Ha, bugun so'kish, ertaga bog'lab urisham men, ha? Nimaga so'kinyapsan menga? Ina, mono qo'ymoqdan jalab, ko'ring jalab. Ha, menga buni jalatgandan ko'ra kirib uyingizni changini jalang, maylimi? Mama, uspokойся, пожалуйста. Uspokaysalama menga. Senlar 5 barmoq beraverib, ichimda xamirga to'ldirib, yaqinda 6-barmoq o'sib chiqadi. To'g'ri so'ylab turibsiz. Nima chalavaziga, patqalamchilik qilasan? Tuxum barak yevirib bor, miyaga tuxum qo'ying, kislorod yetishmayapti senga, gada.